Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli tadbirkorlar. Bugun 14-dekabr, xudo xolasa, bir hafta Farg'ona, Andijon, Namanganda bo'ldik. Video rasm qo'ya olmadik, xudo xolasa. Bugundan yana zavodimizda chiqadigan ko'chma do'konlarni birma-bir sotiladigan do'konlarni birma-bir video qo'yib boraman, xudo xolasa. Kuzatishni davom etinglar, xudo xolasa. Yangidan yangi fasollar chiqyapti. Biza yo'q vaqtimizdan bir 10-15 ta do'kon chiqib ketgan. Ularni qo'ya olmadik, ming bor uzr. Xudo xolasa mana ishimizni boshladik. Yana nasib bo'lsa video rasmlarni qo'yib boramiz. Qisqa obzorlarni, qiziqtirgan savol bo'layotgan bo'lsa, kommentariyaga yoki o'zimizni pastda nomer qoldiramiz. Nomerga bemalol Telegramdan yozsanglar bo'ladi, Instagramdan yozsanglar ham bo'ladi. Nima deydi? Pastdagi lichkaga yozsanglar ham bemalol bo'ladi. Xullas, bugungi obzorimiz qisqa obzor bo'ladi. Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumaniga Zahiriddin akaga qurib bergan 7 ga 3 2 xonali 3 ta eshikli do'konimizni qisqacha obzor qilib beraman. Mana, kelinglar. Eshikdan boshlaylik. Alyumin profil, 4 tadan petli qo'yilgan, osilib ketmasligi uchun. Zamok yaxshisi, temir zamok, mana temir zamok. Xo'p. Pol kiraverishda mana MDF pol, MDF. Qalinligi bu 8, qalinidan zakaz qilib buyurtma asosida olib keltiryapmiz. Devorimiz ham MDF, orqada zapasnoy eshik. Havo almashish juda ham yaxshi bo'ladi. Bu yog'iga endi Zahiriddin aka nimani mo'ljallari ochig'i bilmayman, lekin juda ham chiroyli, sifatli chiqdi do'koni. Tepa plastik, orqada mana fortishka havo almashish uchun. Buni ichida sandwich panelni ichidagi pukayda ko'pchilik bilsa kerak. O'shandan qo'yilgan 10 plotnoslikdan. Uni har xil plotnosi bo'ladi. 1 lik, 2 lik, 3 lik, 5 lik, 7 lik, 8 lik ham bo'ladi, lekin bizda qalin 10 plotnoslikdan qo'yilgan, xudo xolasa. Xo'p, ikkinchi xonamiz. Oynani aytmagan, oyna 4 lik oyna, 4 lik shisha. Mana ikkinchi xonamiz G shaklida temir prilapka, G shaklida. Oldi oyna, mana oldini ham ko'rsat. Bu taraf ham mana. Bu taraf ham oyna. Ko'pchilik mana bu temir prilapkani nima deydi? Reklama qilsam temir yaxshimi yo taxta yaxshimi yo laminat yaxshimi degan savol bo'lyapti. Albatta temirli, butun umr bemalol ishlatasiz. Suvga ham chidamli, og'ir yuklarni qo'ysangiz ham tashavermaydi. Eng muhimi, taxta prilapkada turba bo'ladi. Turba qo'yilmagan joy osilishi mumkin, toblanishi mumkin, osilishi mumkin. Chetga keyin kromkaga yopishtiriladi. Kromkalar qo'pariladi. Chunki o'zim 10 yil, 15 yil mebelda ishlaganman, to'g'risi yaxshi bilaman. Laminatdan yasalgan polkalarni qo'pariladi. Kuzatsanglar, agar taxtadan yo laminatdan yasalgan polkalarni cheti qo'parilib turadi. Bularda temir, hech joy qo'pariladigan joyi yo'q. Mana to'sinlarigacha MDF qo'yilgan, qo'parilmaydi, garantiya beraman. Keyin yana nima? Bu xonamizning razmeri 3 metr, unisi 4 metr. Obshi 7 metrlik do'kon. Bu yog'iga 2 tabaqali eshik qo'yib berdik. Tashqarida ora. Tashqaridan bu tarafni oldik. Mana. Tashqari ko'rinishi mana. Bunisi ham ochiladi, mana ochsa bo'ladi buni. Mana bemalol mana katta eshik. 1.20 ochilganda. Bu xohishga qarab albatta, bu 1.20 lik, 8 lik, 70 lik xohlagan razmerda qilib beraveramiz bu nimani? Oynalarni. Eshik ham juda ham ko'p bo'lib ketdi deydi. Misoldan bu tarafda ham yo'l bor ekan, o'sha yo'lni hisobi bo'yicha nima deydi? Bu yerga eshik qo'ydirdi. Xo'p, bu koronamiz. Oldin oldi. Kitayskiy korona, yangi fason, hali respublika bo'yicha to'g'risi bu fason endi chiqdi, zo'r sotilyapti hozir. To'g'risi gap, narx eski fasonlar o'sha to'xtaldi bizda. Mana shu fasonimiz shunchalik yaxshi sotilyapti. Xudo xolasa, nima deydi? Ko'pchilik mijozlarimizga shu yoqib tushdi. Juda ham xursandmiz, chunki devorlar ham mana qalin, baquvvat. Oldin nima deydi? 2 sm edi, hozir 4 sm, 5 sm mana. Juda ham baquvvat. Xullas, kimga shunaqa do'konlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Respublika bo'ylab dostavka, ustanovka qilib beraman. Bu yog'i Mo'ynoqgacha, bu yog'i Andijon, Do'stlikgacha, Surxondaryo, Toshkentmi, xohlagan joyga dostavka, ustanovka qilib beramiz.